Uyghur Akademiyasının uyuşturushi Amerika Tinchlik İnstitutining yardım bilan 11-iyul kuni Anqarada Uyghur yoshlarini Uyghur madaniyati bo'yicha tarbiyalash kursi o'zining barliq kun tartiblarini to'liq o'rindab, 25-iyul kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mazkur kurs Uyghur Akademiyasi tarafidan 7-oyning 8-kunidan 7-oyning 10-kunigacha Anqarada chaqirilgan Uyghur irqi qirg'inchiligi davomlashayotganda diasporadagi Uyghur tili va madaniyatini qo'g'dab qilish degan temadagi xalqaro muhokama yig'inining muhim tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Anqara New Park mehmonxonasida elib berilgan ve 2 hafta davom qilgan kursda Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Yevropa davlatlaridan bo'lib, jami 14 davlatdan kelgan 34 nafar kursantga ana til maktablarining tajribalik o'qituvchilari, Uyg'ur pedagoglar, tarixchilar, san'atkorlar va tadqiqotchilardan tarkib topgan o'qituvchilar heyeti tarafidan Uyg'ur ana tili, Uyg'ur madaniyat san'ati va Uyg'ur tarixi bilimlari bo'yicha maxsus darslar berildi. Kursantlarni eng qiziqtirgan darslarning biri Uyg'ur naqsh usul san'ati bo'ldi. Kursning tunji kuni kursga qatnashgan yigitlarimizga peshqadam san'atkorlarimiz tarafidan Uyg'ur usul san'atining javhari hisoblangan sama usuli o'rgatildi. Buningdan cheksiz mamnun bo'lgan kursantlar sama usulini o'zdirtirishlik davlatlardagi Uyg'ur yoshlari orasida umumlashtirishga g'ayrat qilganliklarini ifoda qilishdi. Onundan başqa yeni kursantlarımızga Uyghur Yevropa ansamblining qurg'uvchisi, tonilgan san'atkor Muxtar Abdukerim Jambaz efendim tarafidan 2 kunlik dutor chilish mahorati o'rgatildi. Yoshlarimizning 2 kun ichida dutor chilishni o'rganib, dutor bilan naqsh o'rinlab chiqishi o'qituvchilarni hayron qoldirdi va bidakor o'qituvchilar yoshlarimizning aql farosatiga ofirin o'qishdi. Yoshlarimizni qiziqtirgan darslarning yana biri she'r deklamasiya qilish darsi bo'ldi. Dars jarayonida Nayt Tezla Abduxoliq Uyg'urning O'yg'on nomli she'rini yodlab chiqqan yoshlarimiz uni nayt güzel şekilde deklamasiya qilib chiqib, o'qituvchilarning qalbida taxt qurdi. Uyg'ur o'yg'on, uyqum yetar. Senda mal yo'q, endi kessar, jon ketar. Bu o'limdan o'zingni qutqizmasang, ah sening holing xatar, holing xatar. Qop dedim, beşim götür, uyqungni aç. Raqibing boshini kes, qonini chach. Ko'z ichib atrofga dam boqmasang, bilasan o'rmonda bir kun noiloj. Hilmi o'xshaydi tinim. Shunga yo'qmi ancha o'limdan g'inim. Qichqirsam qimirlamaysan. Uyg'onmay o'lmoqchisan shu ketim. Gözümni yuvan içip etrafqa bak. Öz iqbalın haqqida o'yla uzoq. Kessa qoldun bu g'animat fursati. Kelajak ishim chatoq, ishim chatoq. İçsana ko'nglim sana ey Uyg'urum. İstersen işim, peyrindişim, dört tukunum. Köyünü bağlatığa oynatsam seni. Anlamaysan zadı nime olgunum. Keldi bir kun pushayman qilsan. Tekdiga gapni shu chog'da yetsan. Harap desam u chog'da ulgurmay qolar. Shunda Uyg'ur so'ziga tan bersan. Uyghur Akademiyasının uyuşturushi Amerika Tinchlik İnstitutining yardım bilan Anqarada uyushtirilgan Uyg'ur yoshlarini Uyg'ur madaniyati bo'yicha tarbiyalash kursi 25-iyul kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mazkur kursning 25-iyul kuni Anqara New Park mehmonxonasida o'tkazilgan yepilish marosimi Sharq Turkistonning Istiqlol marshi bilan boshlandi. Keyin mazkur kursning yetakchi o'qituvchisi Dr. Mag'firat Kamal xonim Uyg'ur Akademiyasi raisi Rishad Abbas apandining yepilish nutqini o'qib berdi. U mundaq dedi: "Oldi bilan men butun zehni va kuchi bilan bu 2 hafta kursantlarga dars o'tib bergan barliq peshqadam va tajribalik o'qituvchilarga rahmat aytaman. Jafo chekdinglar. Buning bilan birga bu 2 hafta jarayonida hamma dars va faoliyatlarga to'liq qatnashib, tashkiliy tuzumga bo'ysunib, unumli natija hosil qilgan barliq o'quvchilarga rahmat aytaman. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi davomlashayotgan mushundaq jiddiy bir paytda diasporada Uyg'ur ona tili va madaniyatini qo'g'dab qilish va davomlashtirish har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lolmas burchi va vazifasidir. Sizlar yoshlar bizning kelgusimiz va izbosarlarimiz.
Şoňa biz bu programmany orunlaşdyrış arkaly dünýäniň her qaysı joylaridan sizlerdek ilgar ýaşlar wekillerini tanlap, bu ýerde ýalğuz Uygur tilli emas, belki Uygur medeniyeti, sanati, tarixi, bolupmu Uygur kimligini tanıtış, sizlerni özara uçraşdırış arkaly kelgüsidi hamkorlikka ýol açyşyny maksat kıldyk. İşinimenki bu 2 haftalyk faaliýat arkaly sizlermi köp netijelerge erişdiňler. Sizlerniň qaytgandan keyin öz ýurtuňlardaky ana til mekdepleri we etrapyňlardaky ýaşlarga bu 2 hafta jarýanynda öýgengiňler togrusynda doklat berişiňlarni we özüňlarga okşaş ýaşlarny teşkillep, birlikde Uygur tilini, medeniyetini, tarixini ögünüş muhiti hazırlaşınlarını ve Uygur kimlikinlerini davamlaştırışınlarını çin dilimden ümit kılıman. Yapılış murasimida yana Uygur yaşlarının vekilleri söz kılıp, 2 hafta boyunca özlerine ecir sığdırıp kıymetli bilimlerini öğretken mehriban ve fidakar o'qituvchilarga rahmet etiş bilen birge, ularga kursantlar nomidan gül ve sovg'a taqdim qilishdi. Assalomu alaykum, qadrdon o'zimizning qatnashchilarim, hurmatli ustozlar, mazkur kursni uyushtirib chiqqan bizning jankuyer insonlarimiz. Bugungi fursatni foydalanib barchalarga bizning sinfning nomidan, shaxsan o'zimning nomidan rahmat aytgim keldi. Egilib ta'zim qilgim keldi. Ana tilimizni saqlash har birimizning muqaddas borchi ekanligini shu kursda bizga yetkazib chiqqan ustozlarimizga sizlarning amgiginglar bosh ketmadi degan so'zlar. Chunki bugungi kunlikda biz har birimiz o'zimizning uyg'urligimizni yana texnik sezinib, kelajakda ulardan uchrashishlarni qilishga ilhomlandik. Sizlarga ming tashakkur. Bizni ayirib o'zimizning ustozimiz Suyar Malimga rahmatimizni aytishimiz keldi. Sizni o'tirib bizden azraq bo'lsin, sizga sabab bo'lsin. Hammamiz sizga yuragimizdan, qalbimizdan terdim. Ming rahmat demoqchimiz. Sizni sevgimiz, sizni yaxshi ko'ramiz. Barchalarga yanıma edim. Rahmat. Assalamu alaykum öğrenciler, biz içerisinde. Bugün şu bizden fikrimiz olup, iki söz demekçi olabilirse, anlatımızdan rahmetimizi dinlemekçi, çok rahmet. Ve şu 2 haftalık kursun jarayonida bizim Uygur medeniyetini öğretkenler, Uygur sanat, Uygur usul ve bizden marifimiz üçün şiit bo'lib ketgan bolalar to'g'ri o'rganganimizdan xush olduk, rahmat uchun. Şu biz ham bugun hamma ma'lumotlar uchun az bo'lsin bizning ko'nglimizda kunlarni tayyor qildik.